Sifatli o'zini narxiga arziydigan uy so'raganmidingiz? Hammaga assalomu alaykum. Bu bizning uyimiz Qibrayda joylashgan, orientir 3 Qahramon postidan 3 kilometr. Ko'rib turganingizdek, uyimizni fasadiga bitta ahamiyat berib o'tasizlar, belosnejniy, juda ham chiroyli, o'zini narxiga rostdan ham arziydi. Kiruvishdagi zелёный zona, barbekyu zona, zalni ham ko'rsatasiz, gostivoy zal, ikkita mashinaga zaezd, endi sizlar bilan zakritый. O'zingizlarni отдельный xodinglarni ko'rsatib o'taman, sotib olsanglar inshaalloh. 4 ta kottej sotuvda, to'g'ri 3 sotuvda общий 340 kvadrat, 7 ta xonadan iborat. Inshaalloh endi sizlar bilan uyimizni ichkarisidan ozgincha ko'rsatib o'taman. Kamerani berasiz menga. Bismillah. Bu bizning kiruvishdagi hol, TV zonalar bilan qilib qo'yishgan. O'ng qo'limizda kuxnyani o'zingizlar xohlaganingizdek mebel texnika bilan jihozlashingiz mumkin. Gostivoy zal. Etajimiz 3 etajdan iborat. Inshaalloh hammamizga shunaqa fayzli xonadonlar nasib qilsin. Videoni aka-ukalarga jo'natib qo'yinglar. Yonma-yon qo'shni bo'lishni niyat qilib yurgan aka-ukalarga, oshna-og'aynilarga jo'natib qo'yinglar. Ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda nomer qoldiraman, inshaalloh telefonlashib kelaverasizlar. Hammalarga kuninglar xayrli, barokat bo'lsin.